Assalomu alaykum barchaga. Bugun 19-mart, mana bugun shu obeddan bolalar ishni to'xtatdi. Xudo xolasa pochtalarimiz bor, pochtalarimizni chiqaramiz. Yana bayramdan keyin ishni davom ettiramiz. Xudo xolasa bir apparatimizni ham bugun ustanovkasi ketyapti, uni ham ko'rsataman. Mana bu yoqda mana tayyor bo'lyapti. Yana qolgan uskunalarimiz tayyor bo'lyapti, karalar, stollar yig'ilyapti. Xullas, bugunga mana shu pochtamiz bor, shunday egalariga bugun Surxondaryoga ketadi. Xudo xolasa hozir yuklanadi. Xullas, mana bu ham pochtaga sekin olib borib, chiqarib, keyin ustanovka bo'lib turgan stanovimizning oldiga boramiz. Surxondaryo Angorga mana yuklarimiz chiqib ketyapti, xudo xolasa. Hozir biz Qo'qonboy erkin iqtisodiy zonasindamiz. Bu yerga o'sha yuqorida aytganimdek ikkita karra, bitta stol berganmiz. O'shalarda ustanovkasiga kelganmiz. Xullas, ustanovkadamiz. Zavodimiz ishga tayyorlanmoqda. Tuproqlar bu yerda. Tuproqlar bor ekan, mana zaxirada. O'rinlarga qo'yilib, o'sha tagiga beton quyishga boshlanyapti. Apparatimiz ishga tayyor ekan, elaklarini, boshqatdan sepkalarini o'rashibdi, preslarini remont qilib, hamma narsani joy-joyiga qatirib qo'yibdi. Xudo xolasa ozgina ishi bor ekan. Tez kunlarda zavod ishga tushadi. Ishlab chiqarish jarayonini ham sizga ko'rsataman. Hozir uskunalarimizni o'rnatish jarayonini sizlarga ozgina ko'rsatib o'taman. Ustanovka jarayoni do'stlar. Mana bu yoqda ikkita garamiz ishga shay holatda turibdi. Do'stlar, yana mana eski karalarimiz mana pensiyaga chiqdi, xudo xolasa. Tayyor holatda ishga shay kumyatli hamma narsasi xolasi chotki holatda turibdi do'stlar. Akamiz ikkita gara olishgan. Xolasi o'zi kunlarimizda endi ishlaga ishlari qolmabdi. Xolasi uzab ketsa bir haftada ishga tushadi.